Davlatimiz rahbarining 2025-yil 19-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyatida tizimli ishlar olib borilmoqda. Hozir shu haqda. 2026 yil 15 yanvardan 28 fevralgacha mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari o'tkaziladi. Yozyovon tumanida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish ishlarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qo'llash va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishchi guruhi faoliyat yuritmoqda. Respublikadan tumanga biriktirilgan vakil O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati mas'ullari ishtirokida tuman hokimligida shtab faoliyati namunali yo'lga qo'yilgan. Shtabga kerakli mutaxassislar jalb qilingan, kompyuter texnologiyalari va boshqa asbob anjomlar bilan ta'minlangan. Test rejimida har kuni mahalla yetkaziligi tomonidan 5 tadan xonadonda xatlovda amalga oshirib platformaga joylab boryapmiz. 2026 yil 15 yanvardan 28 fevralgacha bo'ladigan jarayonda bu bugungi qilayotgan test rejimi orqali qilayotgan xatlovimiz o'z samarasini beradi. Respublika vakili shtab a'zolari bilan tumandagi 32 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida bo'lib, 7 lik a'zolari bilan suhbat o'tkazmoqda. Jarayonlarda kunlik ishlar tahlillari ko'rib chiqilib, kerakli tavsiyalar berilyapti. Bahor mahalla fuqarolar yig'inida 3597 nafar aholi istiqomat qiladi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha umumdavlat miqyosidagi targ'ibot tadbirlari Respublika ishchi guruhi vakillari mahalla 7 ligi tomonidan tashkil etilgan. Ro'yxatga olish kelajakdagi muhim vazifalarni belgilab olishda oyatda qo'l keladi, deydi mahalla faollari. Nuroniylar tomonidan har bir ko'chalarga borib, aholi bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Jarayonning mohiyatini tushuntirib boryapmiz bizlarga. Xatlov olib borish jarayonida aholimizning barcha farzandlari, nabiralari, chevaralari uchun ham juda katta ijobiy natijalarni beradi. Bu esa bizning yoshlarimizni vatanimiz uchun sidqidildan xizmat qiladigan farzand bo'lib yetishida ahamiyati juda ham kattadir. Targ'ibot guruhlari yuqori mahalla fuqarolar yig'inida ham aholi bilan bevosita muloqot qilib, har bir xonadonga kirib borilyapti. Ro'yxatga olishda ishtirok etish uchun zarur ko'mak berish ham amalga oshirilyapti. Shu orqali har bir fuqaroning fikri va ishtiroki qadrlanishi ta'minlanmoqda.